Salom do'stlar, sizlar bilan Iminov Ders yangiliklar kanali. Xo'sh do'stlar, bugungi videoroligimizda biz sizlar bilan Dreamliga Soccer 2026 o'yinida yana bir marta sizlar bilan juda ham bir ajoyib bo'lgan futbolchini bugungi videoroligimizda full qilamiz. Kim desanglar, bu Michael Olise. Mana bu futbolchini bugun sizlar bilan full qilamiz. Xo'sh do'stlar, videorolikdan boshlashdan albatta videorolikka like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Kanalda biz videorolikni boshladik. Xo'sh do'stlar, 19-iyun kuni Telegram kanalimda 10 ta sezon pastga aksiya bo'lyapti. 10 ta har xil savollar beriladi videorolik bo'yicha. O'sha shartlar batafsil yozilgan. Obuna bo'lib qo'yinglar, xudo xohlasa 10 ta sezon past yutib olishinglar mumkin. Silkasi opisaniyada hamda kommentariyada bo'ladi. Qanday o'z videorolikni boshladik. Xo'p, birinchi navbatda bu Oliseni asosiy tarkibga tushirib olamiz. Kimni o'rniga endi qo'yamiz buni? Do'stlar, kim o'rniga qo'yamiz? Hammasi bu yerda yaxshi futbolchilar bo'lib turibdi. Mana shuni o'rniga qo'yib turaylik. Bunday qilamizda, bunday qilamiz. Hop, keyin buni bunday qilamiz. Bo'ldi. Ana endi Oliseni xudo xohlasa to'g'ri qilamiz. Reytinglar juda ham ajoyib. Birinchi navbatda ovozlarni normaga keltirib olamiz. Bo'ldi. Tayyor, xudo xohlasa ovozlar normada, biz kuchaytirishni boshladik. Hop, trenerlar yetarli, xudo xohlasa yetib ortib ham qolsa kerak. Nasib xudo xohlasa yetkazamiz. Qani boshladik. Boshlanishdan uskareniyaga tushyapti, juda ham ajoyib. Xo'sh, yaxshi. Michael Olise Real Madridga o'tadi degan mishmishlar juda ham bir tarqaldi. Real Madridga o'tsa juda ham zo'r uchlik paydo bo'lardi, ya'ni Vinicius, Mbappe hamda Olise bo'lardi. Lekin afsuski Olise transferi o'tmadi, ya'ni Real Madridga o'tmaydigan bo'ldi. Bavariya sotmaymiz deyapti. 200 milliondan ko'proq taklif yuborsang, o'ylab ko'rishimiz mumkin, lekin uni ham sotish ehtimoli juda ham kam. Xullas, Michael Oliseni Real Madridga o'tishi foiz juda ham kamayib ketdi, lekin o'tishi juda ham yaqin deganda Fabrizio Romano. Lekin endi nasibda do'stlar, endi Real Madrid qanday sostav qiladi bilmadim. Olise Real Madrid uchun ayni muddao, ayni zo'r futbolchi bo'lardi. Bavariyada yondiryapti, assistlar bo'yicha rekord qo'yapti, Fransiyada o'ynab hat-trick amalga oshiryapti. Xullas, 86 ga loyiq futbolchi do'stlar. Va kuchayishi ham hozir juda ham yaxshi ketyapti. Xudo xohlasa mana shunday ketish bo'lsa, undan tepasidan 300 va pastidan xudo xohlasa yana 300 chiqarib olishimiz mumkin do'stlar. Xo'p, men nima demoqchiman? Olise yana qaysi klublarga mos tushishi mumkin? Endi Barselonaga Olise kerak emas, chunki Lamine Yamal bor, Rooney bor. Xullas, Barselonaning o'ng qanoti juda ham yaxshi rivojlangan. Ayniqsa Lamine Yamal. Endi ko'pchilik hozir Lamine Yamal bilan mana shu Oliseni solishtiradi. Ikkalasi ikki xil futbolchi do'stlar, ikki xil toifada. Biri triviallar qiladi, biri jamoani juda ham yaxshi aldab o'tadi. Xullas, ikkalasi ham juda ham ajoyib iqtidorli futbolchilar hisoblanadi. Endi ikkalasidan bittasini tanlash kerak bo'lsa, endi Yamal baribir yoshroq futbolchi, endi yoshroq bo'lgani uchun hali o'sish imkoniyati bor. Olise уже 24 yoshda. Yamal 24 yoshgacha yana ham kushayishi mumkin. Bilib bo'lmaydi. Hozir solishtirsa, endi baribir bilmadim. Yamal kuchliroq bo'lsa kerak deb o'ylayman. Endi buni baribir vaqt ko'rsatadi. Hop, Silasiga ko'p tushib ketdi, 5 dan bugun tushdi. Mayli, haqisi yo'q. Kuchaytirishda davom etamiz. Hop, yana nima ma'lumotlar berishim mumkin Olise haqida. Hop, Chempionlar Ligasini yuta olmadi Bavariya. Olise yana ham reytingi yaxshiroq bo'lishi mumkin edi. Lekin afsuski chiqib ketdi bular. Chempionlar Ligasidan PSJga mag'lub bo'lishdi, lekin Olise gol urdi. Olise harakat qildi, Harry Kane harakat qildi. Xullas, Bavariya harakat qildi, lekin baribir PSG o'sha o'yin uslubi jihatdan ancha kuchliroq bo'lgani uchun Bavariyani yutib, keyingi bosqichga chiqib, hattoki Chempionlar Ligasini ham yutdi. Xo'sh. Silaga ancha ko'p tushib ketdi, 10 ta tushdi уже. Sanab turibman. Hop. 600 chiqargan odamni ko'rmadim hali Olisedan. Hech kim Olisedan 600 chiqara olmayapti, chunki shunaqa iplos odati bilan Silaga tushyapti-da. Bu hozir tepasidan tezlanishni ham yuz qila olmasak kerak bu ketishda, chunki mana Silaga ko'p tushyapti. Hozir beraman, Silaga tushadi yana. Yo'q, Silaga tushmadi, endi Silaga tushadi. Yo'q, tushmadi do'stlar, Silaga. Yaxshi, yana bitta beramiz. Va oxiri Silaga tushdi, majburan tushdi. Xo'p, tezda kuchaytirib tashlaymiz, chunki o'sha Olise haqida ma'lumotlarim qolmadi. Men bor o'zimdagi ma'lumotlarni Olise haqida nimani bilsam berdim. Hop,
Yana nima haqida gapirsak bo'ladi o'zi haqida? Yaxshi futbolchi, zo'r iqtidor. Endi bir yil yaxshi o'ynadi, keyingi yil ham o'zini ko'rsatsin, jahon chempionatida o'zini ko'rsatsin. Mana bu menimcha Olisini rasvo qilib tashladiga do'stlar. Juda rasvo bo'ldi. Endi harakat qilyapman do'stlar. Silasiga nechta tushdi? 20 ta tushdi, 23 ta tushibdi dachi, 24 ta mana. Xo'p, ana bo'ldi. Endi pasiga beramiz. Endi pasiga berib udarini yuz qilishga harakat qilamiz. Hop, Olise sal rasvoroq futbolda yana atburga tushyapti. Endi bu Dilesani bilasizlar, o'zi iploslik qonida bor Dilesani yaratgan odamni, Dilesa mana shunaqa funksiya qo'shgan odamni iploslik jihati bu qonidan o'tgan. O'sha ota-bobolardan o'tib kelgan bo'lsa kerak. Dilesi 19 da ham shunaqa rasvolik bo'lardi. Yo'q, Dilesi 19 da bunaqa rasvolik bo'lmasdi. O'zimiz tanlab kuchaytirardik. Endi hozir iplosliklar ko'p, xoramlar ko'payib ketgan, mana shunaqa silasiga, atburga kerak emas narsalarga tushiradigan xoramlar ham yo'q emas. Udarga bitta tushdi, malades, ikkita tushdi va rasvo holatda futbol bo'ldi. To'g'rimi do'stlar? Rasvo pul bo'ldi-yu, to'g'rimi? Men noto'g'ri gapiryapman. Men harakat qildim. Meni qo'limda bo'lsa 7 ta 100 ham chiqarib beraman, lekin endi Dilesa xorrami bo'lsa menda emas voy do'stlar. Vizuallikda asabim buziladi. O'zi har bitta futbolchini kuchaytirsam asabim buziladi, lekin ba'zi futbolchilar yaxshi kuchayib qolishi mumkin. Lekin shunaqa, asosan futbolchi kuchaytirganda meni asabim buziladi do'stlar. O'shuning uchun futbolchi kuchaytirish videosini olmay deyman. Lekin majburlashadi-da shunaqa video olishga. Xo'p, ko'pchilik so'raganda mana kuchaytirdik. Oliseni iflos tarzda kuchaytirdik. Endi buni bitta har doimgi an'analarga sota qo'ygan holda bitta Uselini forma berib qo'yamiz. Xo'p. Beramiz va bundan hech qanaqasiga 100 chiqmaydi. Pas 100 bo'ldi. Kontrol ham 100 bo'lmadi. Xullas, eng xorami versiyasi mana shu bo'ldi. Ko'pchilikda ko'rgandim, pasidan 300, tepasidan 200 chiqarganini ko'rgandim, lekin men Uselini forma berib ham normalni kuchaytira olmadim. Xullas, mana shunaqa gaplar do'stlar. Vizuallikda asabim buzilyapti, tezroq vizuallikda yakunlashim kerak. Xo'p do'stlar, kimga sezon pas ochish xizmatlari kerak bo'lsa, mana onasining sezon pasni ham ochib olamiz. Vizuallikda hatto oxirini biroz qiziqarliroq qilaylik. Xo'sh. Internet ham ishlamayapti do'stlar, mana. Asabim buzilyapti, to'g'risi do'stlar. Vizuallikda endi sizlarga yetkazib bera olmayotgan bo'lishi mumkin, lekin haqiqatda asabim chiqyapti men. O'tgan safar menimcha Dembeleni kuchaytirganimizda ham shunaqa asabim buzilgan edi. Hop. Endi Dilesa bu xoramilikda qachon yig'ishtiradi bilmadim. Endi iplastikda do'stlar nima deydi, to'g'rimi? Xo'p, internetdan mana chiqyapti. Oxiri ishladi. Xo'p, mana sezon pas ham ochdik. Sezon pas ochish oson, qiyin emas. Bemalol hech kimga murojaat qilishinglar mumkin. Ishonchli tarzda, arzon va sifatli tarzda ochib beramiz. Tezda, juda ham tezda ochib beramiz. Kutib o'tirishlar bo'lmaydi. Mana prezlarni bitta-bitta tanlab olamiz. Hozir bitta mana bu dinamik futbolchini ochib qo'yaylik-chi. Xohlasa, balkim mana shundan yaxshiroq narsa tushadi do'stlar, to'g'rimi? Qani, bitta agentni olamiz. Xo'p, agentni ham oldik va endi mana bu yerdan uni shu agent ochib qo'yamiz. Qani, Husanov tusharmikan do'stlar? Qani go. Qani bismillah, Abduqodir Husanov tushsin. Qani, hatto bu videoning oxirida zo'r bo'lardi, Husanov tushsa. Wow, Abduqodir Husanov bo'lishi mumkin do'stlar. Rangi oq, soch turmaklari yaxshi. Atbur 90 bu Abduqodir Husanov menimcha. Do'stlar, orzuyimizga yetdik. Yo'q, orzuyimiz orzuga qolib ketdi. Kim bo'ldi bu? Ismini ham o'qolmayapman даже. Короче, bitta futbolchi bu ham aldadi meni, Abduqodir Husanov o'xshab chiqib aldadi, rangi oqarmay o'lgur. Xo'p, Abduqodirda necha atburi? Atburi 83 ekan, men atbur 90 deb o'ylabman. Rangi oqarmay o'lgur, plus 90 atburli bu haftan u ham. Xullas shunaqa gaplar do'stlar, mana prezlarni olib tashlaymiz, sezon pasasi shunaqa prezlar beradi. Biz vizual sal cho'zilgan bo'lishi mumkin, lekin yaxshi vizuallardan biri bo'ldi. Sal asabim buzildi, lekin oxirida agent ochib, biroz bo'lsa ham kayfiyatni ko'tardik. Eng xorami versiyasini kuchaytirdik, mana olisani yana bitta rasmga olib qo'yamiz. Vizuallik mana shu narsalardan iborat edi. Xo'sh, vizuallik sizlarga yoqqanmiz, albatta vizuallikka like bosib qo'yinglar, kanalimga obuna bo'ling. Yomon kuchaytirib qo'ydingiz deb yozmanglar, iltimos, o'zim ham asabim buzilyapti. Buni sotib olib boshdan full qilish kerak. Eng yaxshi variant shu.
Sezon pass ochiq xizmatlar kerak bo'lsa bemalol ichkamga yozaverasizlar. Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. 10 sezon pass aksiya bo'lyapti. Videolikni maksimal laykini bomba qilib tashinglar do'stlar. Layk oxir payt sal kamayib qolyapti. Xo'p, sizlar bilan har doimgidek Iminov DLC yangiliklar kanali bo'ldi. Hammangizga xayr, sog', salomat bo'linglar do'stlar.